Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Qandaq ahvoling Ziyovuddin? Yaxshi, Xudoga shukr. Masjidda dadamni ko'rdingmi? Ko'rdim. Lekin hozir bormi yo'q, buni bilmayman. Opam chaqirib kel degan edi. Nima deding? Sen nemishqa jumaga kelmading Ziyovuddin? Uyda peshin o'qidim. Men nemishqa juma o'qimadim deyapman. Muhim ishim chiqib qolgan edi. Jumadanmi muhim qandaq ishkan u? Alloh taoloning ey mo'minlar, juma kuni juma namoziga arzon etilsa, Allohni yod etishga, ya'ni juma xutbasini anglashga va juma namozini ado qilishga aldirab beringlar. Ilm setimni qo'yib turinglar. Agar bilsanglar, bu sizlar uchun yaxshidir degan so'zni anglamagan biting? Anlag'am. Dadamni o'ziga qo'yg'ini. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Nega ketgan eding Ziyovuddin? Dadang boya seni masjidda izlayotgan edi. Men uni izlayapman. Dadam hozir nada? Jumadan yenib uyga ketdi. Xudoga shukr, meni ko'migini yaxshi bo'ldi. Hey Ziyovuddin, dadang gapiga kirmagining uchun seni izlayotgan bo'lmasa yana? Qaysi gapiga kirmabdi-kan Abdurahmon? Ziyovuddin bugun juma namozi o'qimabdi. Abdurahmon, payg'ambarimizning bunday qilishdan to'sqanligini uningga aytmadingmi? U menga aytquchilik fursat bermadi. Bir qo'shnimizmi jumaga bormay uyda peshin o'qiydi, shuni do'ridim. La havla va la quvvata illa billah. Kaynimdan meninglar. Uyga borguncha sizlarga juma haqidagi mazmunlarni so'zlab beray. Diniy ibodatlarimizni biror kishining harakatiga qiyos qilib o'z beshimchilik bilan tark etishga bo'lmaydi bolam. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bizni bunday qilishdan to'sqan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bu vaqtda mundaq degan: kimiki juma namoziga sal qarab o'qimasa, Alloh taolo uning qalbiga mehr besib etadi. Ya'ni qalbiga tamg'a urib etadi. Ondan qalbiga iymon kiramay, munofiqlik qalbidan chiqib ketamay qoladi. Men bir tabliğda o'zrisi bor odam juma namoziga bormasimi bo'ladi deb anglagan edim. To'g'ri. Ammo sen juma namoziga yoki jamoat namoziga qanday o'zrang bo'lganda ondan bormasangmi bo'ldiganligini oydinlashtirib olishing kerak. Qandaq o'zram bo'lganda bormasimi bo'ladi? Ayol kishi juma namoziga bormasa gunoh bo'lmaydi. Yana safardagi kishilar yoki kasal kishilar juma namoziga bormasimi bo'ladi. Bular juma namozining o'rniga peshinni o'z vaqtida o'qiydi. Namozlarni o'z vaqtida o'qish intayin muhim. Kesel kishi deganimizda juma namoziga mengib borolmagudak og'ir kasalga mubtalo bo'lgan kishi demakchi. Musafir kishi safar ustidagi vaqtida bo'lsa peshin o'qiydi. Ammo shahar ichida bo'lsa yanada juma namozi o'qish kerak. Chunki Alloh taolo juma kuni juma namoziga azon etilsa, Allohni yod etishga, ya'ni juma xutbasini anglashga va juma namozini ado qilishga aldirab beringlar. Ilm setimni qo'yib turinglar deb umumyuzli xitob qilgan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning yoniga boshqa shaharlardan kelgan musulmonlarning juma namozi o'qimaganligi haqida biror dalil yo'q. Ular juma namozini payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bilan birga o'qigan. Qilayotgan ish bek muhim ish bo'lsa, bu vaqtida bormasimi bo'lamdi? U o'zir bo'lanmaydi. O'z ishini deb namozni tark etish harom. Agar biror musulmon savdo tijoratni deb namozni vaqtida o'qimasa, u kishi Ubay ibn Xalabga o'xshash bo'lib qoladi. Mol dunyo keyniga kirib o'qimasa, qaringa o'xshab qoladi. Amal mansab keyniga kirib o'qimasa, paravinga o'xshash bo'ladi. Huquq mansab yoki amaldorlik keyniga kirib o'qimasa, hammanga o'xshash bo'ladi. Bularning hammasi do'zaxga kirdiganlar. Xudoyim saqlasin. Amin. Uyga keldik balarim. So'zimizni uyda davomlashtiraylik. Juringlar. Ziyovuddin, senmi uyga kirgin? Ha ras, avval dadangdan ruxsat so'rag'in. Assalomu alaykum. Qana assalat dadasi. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Dada, jiq odamlar jumaga azon chiqib, xeyli vaqtdan keyin ondan masjidga chiqadi ekan. Nimishqa undaq qiladi? Undaq qilish xato bolam. Juma namoziga burun berish sunnat. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: kimiki yuyunib tarinib, jumaga baldur mengib berib, imomga yaqin o'ltirib, bekor so'z harakat qilmay xutba anglasa, uning har bir bosgan qadami uchun 1 yil roza tutib namoz o'qiganligining savobi beriladi bolam. Ya'ni
Cuma kuni atigan g'usl qilib, namozga baldir berib, xutbini anglasak, mushundaq katta ajr savobga erishalaymiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam mundaq degan, kimiki uyida tahorat elib, farz namozni o'qish uchun masjidga borsa, uning bosgan qadamlarining biri xatoligini o'chiradi, yana biri uning darajasini yuqori ko'taradi. Agar masjidga burun boramay, imomga yaqin o'ltiramay qolsa, gunoh bo'lamdi. Gunoh bo'lmaydi. Ammo nurg'un ajr savobdan mahrum qalasan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Alloh va Allohning farishtalari birinchi saptikilarga rahmat tilaydi. Deganda sahobalar bo'lsa, ikkinchi saptikilarga deb so'ragan. Payg'ambarimiz yana Alloh va Allohning farishtalari birinchi saptikilarga rahmat tilaydi degan. Sahobalar yana ikkinchi saptikilarga deb so'raganda, Payg'ambarimiz ikkinchi saptikilarga o'xshash deb javob bergan. Navoda juma namoziga kechikib qilib, oldingi saplarga berib olish uchun xalqlarning bo'ynidan atlab o'tib olish-chu. Juma kunida jamoatning gadalaridan atlab o'tishni olimlar intayin yomon ko'rgan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam juma kunlikda sapdan atlagan kishiga o'ltirgin, boshqalarga azor berding, gunohkor bo'lding degan. Agar tahorat elish uchun o'rnimdan qopib ketib, yana qaytib kelsam-chu, bo'lamdi. O'rningga qaytib kelsang bo'ladi. Bir qism olimlar oldingi saplarda bo'sh o'rin bo'lsa, sapdan atlab o'tsa bo'ladi degan. Shunga kishilarga azor berib qo'ymay, ehtiyot bilan bo'sh o'ringa kelib o'ltirsang bo'ladi. Agar jumaga kechikib kelib, faqat bir rakatgina ulgursa, juma namozi o'qigan hisoblanamdi, tog'a. Ko'p qism olimlar bir kishi juma namozining bir rakatiga ulgursa, juma namozi o'qigan bo'ladi degan, ammo ulguramagan bir rakatni to'liqlab o'tish kerak. Ibn Umar raziyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kimiki juma namozining bir rakatiga ulgursa, yana bir rakatni to'liqlab o'tsin. Shunday qilsa jumani ado qilgan bo'ladi. Undaqda juma kunidagi qilishga tegishli ishlar qaysilar? Juma kuni musulmonlarning bayram kuni. U kun chiqqanlikka kunlarning eng yaxshisi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bu haqda mundaq degan: Juma namoziga kelgan har bir kishi pokiz va yasinib kelish kerak. Yuyunib, eng chiroyli kiyimlarini kiyib, xushpuroq ishlatib, og'zini misvaqlab kelishi lozim. To'g'ri aytdilar. Yana bir hadisda Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam juma kuni kishi yuyunib, imkoniyatining yetishicha tozalanib, o'zini maylab yoki uyidagi xushpuroqni chechib, ondan berib ikki odamning orasini qistamasdan belgilangan namozlarni o'qib bo'lib, imom xutba o'quvchi jim tursa, Alloh taolo uning bu juma bilan ikkinchi juma oralig'idagi gunohlarini afu qiladi degan. Diqqat qiladigan yana bir ish. Xutba o'qilayotganda mayli xutbani anglayotgan bo'lsin yoki anglamagan bo'lsin, gap qilishga bo'lmaydi. Xutba asnosida yaxshi ishga buyurib, yomon ishdan to'sadigan gap bo'lsa-mu, gapsiz qilishga bo'lmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Imom xutba o'qiyotganda yaningdagi qarindishingga jim o'ltir desangmi, gunoh bo'ladi. Shundaq, Imomi Muslim Abu Hurayradan rivoyat qilgan bir hadisda Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kimiki juma kunida jumaga yuyunib kelib namoz o'qib, imomning xutbasini jim o'ltirib anglab, ondan juma namozi o'qisa, u kishining bir jumadan yana bir jumagacha bo'lgan gunohlari mag'firat qilinadi. Alloh taolaning juma kuni juma namoziga azon etilsa, Allohni yod etishga, ya'ni juma xutbasini anglashga va juma namozini ado qilishga aldirab beringlar. Ilm setimni qo'yib turinglar degan so'zi bir qism sahobiylarning tushuntirishiga asoslanganda, juma xutbasini anglashning Alloh taolaning buyruq ekanligini ko'rsatib berdi. Alloh taolo butun sahobiylardan rozi bo'lsin. Alloh hammanglardan rozi bo'lsin. Sizlarga ko'p rahmat. Bundan keyin juma namoziga baldur boraman. Allah sendanmi rozi bo'lsin. Alloh taolo bizni so'zini anglab eng yaxshisiga erishadigan kishilardan qilsin. Amin.